bo'lsa 3 ta Leapmotor C16 gibrid mashinasidan qo'ygandik. Ikkita qorasi bir hafta o'tmasi baraka bo'lib ketdi. Oqini narxini tushirib qo'ydik, hamyonbop narxlarda qilib qo'ydik. Yillari 2024-yilda ishlab chiqarilgan, top-toza kraskada. Mashinamizga elektronli ruchkalar qo'yilgan, elektronli zinalarda yosh katta onaxon otaxonlarimiz qiynalmasdan chiqib tushadi. Kapitanskiy sideniyada bo'ladi, 6 ta o'rindiqli gibrid motor bilan jihozlangan, bir qancha qulayliklari ega. Tonirovka rashinalari 10 oy bor, 4 ta yangi yumshoq balolar qo'yilgan. Xullas, olib haydashingizga tayyor, yumshoqqina, semenli, kattagina mashina. 2024 top-toza kraskada 3-pozitsiya liderligidan bo'ladi aka. Narxini $28,000 ga tushirib qo'ydik. Yana ham ustida 1-2 so'm savdosi bor. Bu mashinamizga barter, avtokredit yoki da generalniy doверенность asosida ham sotib olsangiz bo'ladi. Kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa zo'r variantlarimiz bor. Bir o'tib ko'rib olsangiz ham bo'ladi.